Qaytilgan okalardan ko'p kelib tushayotgan savollardan bittasi, mashinani video registratori qayerda bo'ladi, qayoqqa qo'yiladi, uni qayerdan ko'rsam bo'ladi. Uning uchun biz birinchi bo'lib mana bu bardan ochadigan bo'lsak, bu yerda mana ikkita narsa joyi bor. Bu yerda reg deb yozib qo'ygan, bu yerda zaryadka qiladigan joyi bor. Bir xilgina ko'pchilik mana shu yerga qo'yib qo'yishayotgan ekan. Buni mana bu yerga registrator degan joyga tiqish kerak bo'ladi. Buni qayerdan ko'rish uchun bilishimiz uchun mana programma qatoriga kiramiz. Bu yerdan video registrator degan joyga bosamiz. Bu yerda har soat, har minut yozganini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, only yozgan. Bunda охранный sistema rejimi bor. Uni mana bunaqa telefondagi buni pastga tushirsanglar, mana bu yerda yozib qo'ygan rejim storage deb yozib qo'ygan. Buni qayerdan ko'raman desanglar, xuddi shu programmaning ichida chasovoyga o'tamiz. Mana bu yerda mashina oldiga odam kelsa, sraz yozib oladi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol bersanglar, men shunaqa zo'r video qilib chiqarib, xudo xolisa sizlarga yetkazishga harakat qilaman.